Sho'xliklarim anhorday toshib, necha yil necha kun oshib, bolaligim seni sog'indim. Endi uni yelkam yelar, qo'shiqlarim oy kabi to'lar. Bolaligim seni sog'indim. Bolalik. Farzandlarimiz bilan uyda ish boshladik. Bundan tashqari patir yopamiz, yog'lik, ko'ptirma patir, kalpatir, piyozlik, do'ltalik. Faqat sut, yog', tuxum, un, pechenni shunday og'zingizga tushadi, eriydi. Magazinlarga 2600 dan yetkazib beramiz. 3000 sotishadi. Patirlarimizni 9000 dan beramiz, 10000 dan sotishadi. Qo'limda Namangan viloyati Mingbuloq tumanida yopiladigan xalq tili bilan aytganda kalpatir turibdi. Issiqqina mana, hozirgina tandirdan chiqqan. Biz Mingbuloqdamiz va ajoyib reportaj tayyorladik. 2020-yildan xonadonimizda non yopishni boshlaganmiz. Chunki oldin men non sotganman bozorda. 20-yilda sog'ligim yomon bo'lib, og'rib qolgandan keyin farzandlarimiz bilan uyda ish boshladik. O'zimizni ehtiyojlarimizdan kelib chiqib boshlaganmiz. Mana shu nonlar bilan. Oldin bir qop yopgan bo'lsak, asta-asta ko'payib, hozir Xudoga shukr 4 qop, 5 qop nonni yopib, elga yetkazib beramiz. Bozorda qizim sotadilar, magazinlarga beramiz. Mana shu Jamishida hamma magazinni shu non bilan ta'minlaymiz. Bundan tashqari patir yopamiz, yog'lik, ko'ptirma patir, kalpatir, piyozlik, do'ltalik. Faqat iftor mahalga, mana sizlar ertalabda keldilaring, iftor mahalga chiqadi patirlarimiz. Mana Mingbuloqda brendi bor ekan, kalpatir. Shuni tarixi haqida gapirib bering, qanaqa bo'lgan? Kalpatirimiz qanday bo'lgan? Bizda onalarimizdan meros bo'lib qolgan. Bu kalpatir sutni beti bilan durija solinmaydi, xamtirish qilinmaydi-da. Yog', saryog', tuxum chaqamiz biz, chunki qatmaydi, ham yeyishli bo'ladi. Faqat sut, yog', tuxum, un, pechenni shunday og'zingizga tushadi, eriydi. Bizga o'tgan safar nima ko'rsatganimizdan keyin kalpatirga zakaslar keldi. Hattoki uyimizdan ham kelib olib ketishdi. Haligacha ham yetkazib beryapmiz, Allohga shukr. Telefon qilishadi. Kim nechta desa, dastavkasi bor albatta. Yetkazib beramiz. Hozir mana Buromatovdan o'sha yeb ko'rishi Buromatovdan sentrda Nurmuhammad akani magazinlari bor. 2 ta do'konga kalpatirimiz beryapmiz. Kuniga o'sha 20-30 tadan sotishadi ekanlar. Uyda ham, keyin musofirga ketayotgan yigitlarimiz, chunki u patir bir oylab ham turaveradi, qatmaydi, po'pilak bo'lmaydi. Shunisi bilan qulay. Koreyadan qizlarimiz zakaz qilishdi, oilalariga yetkazib berdik. Nechta ayolni ish bilan ta'minlagansiz? Nechta mahallamizda mana Xudoga shukr 5 ta qizimizni ish bilan ta'minlaganmiz. 3 ta o'zimni kelinim, o'zim xo'jayin bilan birga o'zim non tarqataman. Mana shu nonimiz 3000 lik non, hozir 10000 lik patirimiz ham chiqadi. Magazinlarga 2600 dan yetkazib beramiz. 3000 sotishadi. Patirlarimizni 9000 dan beramiz, 10000 dan sotishadi. Hop. Piyoz nonlarimiz ham shunaqa, do'ltal nonlarimiz ham 9000. 850 gram tortamiz patirlarda. 9000 tarqatamiz. Bu patirimizga ham 4 kilodan yog' solamiz. Farzandlardan nechta? Farzandlardan 5 ta, Allohga shukr. 3 ta kelinim bor, birga o'tiramiz mana shu 3 ta xonadonda. Uchalari ham mana shu ish bilan band bo'lishgan. Xudoga shukr. Avvalo har bir inson o'zini imkoniyatidan kelib chiqib, o'zi harakat qilish kerak-da. Kim nima berar ekan? Kambag'allik reyestri deyishyapti. Kambag'allikdan chiqish uchun inson o'zini qandaydir ish bilan ta'minlash kerak. Men bitta bu ish emas, mana bilishadi. Ko'rpa to'shak do'kon ham qilganmiz. Hozir qish sezonida to'xtab turibmiz. Yana mahallamizda yana 4 ta qizni yonimga olib, ayollardan ko'rpa to'shak, yostiq, dasturxon qilib sotamiz to'y sezonlarida. Xudoga shukr.
Shuni orqasidan 15 ta nevaram bor. Allohga shukr, to'ylar. Mana o'tgan yili kelishganda Nexia oldik dedik. Bu yil Xudoga shukr Allohning roziligi bilan hoj amallarini bajarib keldik. Inshaalloh yetkazganiga shukr. Topganlarimiz mana halol yaxshi kunlarimizga. Yaqinda mana farzandlarim Kobul sovg'a qilishdi. Shu mehnatimiz orqasidan halol mehnatimiz, harakatlarimizning natijasi. Avvalo har bir bandaga harakat qiling, tavakkal qiling, Allohga suyanib, Allohdan so'rang, beradi demoqchiman. Kichik hovli, lekin bag'ri keng insonlar. Malika opa 5 nafar ayolga ish beribdi. Kelinlari o'zi mana shu ish bilan mashg'ul ekan. Ba'zi 4 muchasi sog' insonlardan ko'ra g'ayratliroq opa. Mingbuloqning kalpatirlariga esa alohida respekt. Mushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.